Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Bekobod, Toshkent viloyati Bekobod tumanidan Sharifjonman. Bugun do'stlar 30-iyul 2026-yil. Mana bugungi avatarlarimizni ko'rinish holati. Do'stlar, ayrimlari pishib ham qoldi. Mana do'stlar, 30 serhosil avatar. Endi buni kirib kelganiga ancha yil, 5-6 yil, balkim undan ham oldinroq kimlargadir kelgandir. Meni o'zimga shu 5 yil bo'ldi kirib kelganiga do'stlar. Lekin o'ta serhosil nav avatar. Mana qarang, kindiklari juda ajoyib, juda go'zal uzun. Mana do'stlar, ancha qorayib qoldi. Baribir juda ko'p uzunni ichida avatar yaxshigina nom qozondi. Serhosilligi bo'yicha, urug'sizligi bo'yicha, donini yirikligi bo'yicha ham bozorda eng oldi uzumlardan desak bo'laveradi bemalol do'stlar. Avatar mana shunday holatga keldi avatarlarimiz do'stlar. Bularni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Kober 5BBga ulangan, Repar Rupestresga ulanganlari ham bor, o'zidan tomirlatilganlari ham bor. Xudo xolasa noyabr oylarida ko'chatlarimiz sotuvga chiqishni boshlaydi do'stlar. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.